Toshkent davlat stomatologiya instituti talabalari uchun yangi turar joy majmuasi foydalanishga topshirildi. Hozirgi lavhamiz 400 o'ringa mo'ljallangan yotoqxonaning ochilish marosimidan tayyorlangan. Hozirda Toshkent davlat stomatologiya institutida 5700 nafardan ortiq talabalar tahsil olmoqda. Ularning 2300 nafarga yaqinini respublikamizning olis hududlari va xorijiy davlatlardan kelib ta'lim olayotgan yoshlar tashkil qiladi. Talabalarga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida 400 o'rinli talabalar turar joyi to'liq rekonstruksiya qilinib foydalanishga topshirildi. Talabalar turar joyimizda nafaqat bizani o'zimizni, butun respublikamizdan kelgan talabalarimiz, balki xorijiy talabalarimiz ham istiqomat qilishadi va bularning yashashi uchun hamma shart-sharoitlar mujassam. Alohida ma'naviyat xonasi, alohida axborot resurs markazi uchun joy ajratildi. Virtual biblioteka hamda bizani badiiy adabiyotlarimiz, ilmiy adabiyotlarimiz bilan boyitildi. Bundan tashqari alohida kompyuter xonalarimiz va sport bilan shug'ullanishlari uchun ham sport xonalari talabalarimiz o'z vaqtida bemalol sport bilan shug'ullanishlari mumkin. Bundan tashqari ma'naviyat xonamizni yana qo'shimcha xona sifatida bu musiqa asboblari bilan ham boyitildi. Talabalar turar joyda yaratilgan yashash sharoitlari bo'lajak shifokorlarning puxta bilim olishiga xizmat qiladi. Men bu yerga ta'lim olish uchun Hindistondan kelganman. Albatta boshqa davlatga kelib o'qish, yashash, u yerdagi sharoitlarga ko'nikish boshida xavotirli bo'ladi. Kelishimdan oldin men va oilamda ham shunday xavotirlar bo'ldi. Ammo O'zbekistonga kelib yoshlarning yaxshi ta'lim olishi uchun yaratilgan sharoitlarni ko'rib, o'zimni boshqa mamlakatda ekanimni his qilmay qo'ydim. Bizga yaxshi imkoniyatlar yaratilgan. Nazariy bilimlarimizni klinikalarga biriktirilgan holda amaliyot bilan birga olib boryapmiz. Bugun esa bizni xursand qiladigan yana bir qulaylik, zamonaviy sharoitlarga ega turar joy binosi topshirildi. Mazkur turar joy binosining faoliyat boshlashi bilan institut yotoqxonalari soni 2 taga yetdi. Ta'lim muassasasi tomonidan 2024-yilda yana 2 ta 600 o'rinli talabalar turar joyini foydalanishga topshirish rejalashtirilgan.